Bekorchilikni eshakka versin, aldirashchilikni adamga deb bashku hech kimni xiyol qilmay o'ynabdiman. Qala yillik qartuqlarim chiketganda qong'idak o'ynabdiman zaten. Lekin bedallarim bo'shab, yana eg'nim og'isva, birsi put qo'limda so'rayotganda kirdimda oshxonaga bo'shab ketdi adam jimot qala. Shunga o'ynamayni emas. Mashaq o'zimizni qo'yaverib o'ynabmi qo'yayni, ammo o'zimizni tashlatmasak qoldi ekan. Shu tan bo'shab rohatga 3 kun dilkon qoldi ekan emasmi? Horolishib, yetlanimi amda o'tkazib oldingizmi sevimli tiqqanlarim? Tashmi tushgan yerida azizlab bashki urug' tiqqanlarim bilan jam bo'lib, vashi ko'ngillik bir hetlarni o'tkirib olgandiki, yana Urumchiga qaytib keldim. Kama issiq bir diha ish qilaychi dedim-ku. Qarab laymada paras qildingizlar haqiqatan. Lekin men buni bitta cho'p, bitta say chiqadigan suylari shir bo'lib ishgan adamni tirnoqlargacha hordig'ini chiqaraveradigan oshqamoqchi uchun Nazifa qazdinga azaroq may qo'yib go'shki tuz, ali zanjil tuga qaptiga zanjil unutili bizasa qo'ydim. Bir gada qizartib chansib qizartib qo'rib oldim. Andi jandon esa 2 minut qo'rib olgandiki, ba'say chinsay shug'ullanib yana 2 minut qo'rib olgandiki, andi yonyomla purchaqni oqidan araq sasingizlar bo'ldi tuqalab. Bo'lmasa yanyo izlib osh petig'da ketdi. Jima purchaqni rangini yo'qotib qo'ydamizmi qo'rilib. Taxminan buni 2 minut atrofida qo'rib olgandiki, andi suv qo'ydim. Aytgan sizlar suyuqash qildigan adam nimni qilg'ilmunch ko'za saysagansiz deb qilib birdi quvvatli bo'ldi. Mana qisingizlarchi ishni tutib olmaydi. Yem birdi bek tattiq ishtik bo'ldi deysizlar. Mana sayli suyuqashchi meni qatma-qat tuqqanlarim qaytib bilingizlarmi har kuni mashaq yaxshi tamlarni o'g'it qo'yma degan gapchi foyda yoki ziyon yo'q-a? Andi yulduz yuraklarni besib meni qo'llash unutqaningizlarmi? Sevimli tuqqanlar. Tayya xamirni ushaq torab dingding suyuqash qildim. Shu ho'rilligimning alomati deb birsi mavjud. Ammo suyuqashni bilama degusiz zadejim. Rangdisi rang, tamdisi tam, hamma nimasi to'liq ketgan night esil bir suyuqash oldi ekan. Buni Nazifaning ziyonsiz qachilirga ap istak teg'imi huzurli qildi. Safar hardoqlari yetgan sevimli dadisiga, o'maq ballalarimga ajoyib xo'shaqdi sevimli tuqqanlar. Qanam sizdan tetib beqingizlar xayri xo'sh.